Sizlar qumdan oila sizlarga ham nasib qilsin. Qara. Chizganni qara, buni yurakchalarni qara. Yurakchalar. Kimda xom chiqsa o'sha eriydi. Bo'ldimi? Kelin boshi sarpoy boshimizni bermadimi? Yo'q, ko'p narsa o'qigan. Parfyumeriyalarni ko'rsataymi? Faqat shuni kiyim-kecha bermadimi? Boshdan yo'q qilgan polni, italyanskiy qilgan. Ko'raylik. Mana sportivkaning dodasi Yevropani pulida 7809 so'm dollarga olgan ekanlar. Eski narsa berib olganmi? Nima deyapsan? Bu hozir trend ekan-ku, hamma narsa berib klipiga kiyapti ekan-ku. Hozir bitta kostyum shuni ko'rsataymi to'yga kelyapman. Ha, qani ko'rsatdi? Men qiziqamanda buni borku Yevropaning dollariga 876,5 ming dollarga olgan ekanda buni. Jarmi? To'g'ri oldim. Otasinikini berib oldim. Endi menimcha katta bu. O'zi katta trend ekan, katta trend ekan o'zi. Hozir zo'ra bor lekin devonasi bor, buni ko'rib aniq og'izlari bo'lib qoladi hozir. Qara. Haqiqiy italyan moli deydi-ku. Mana shu ekanda buni borku 4,849 dollarga olgan ekan bechora. Upakovkasini qaranglar, doda qilgan. Haqiqiy teridan bo'lgan. Qaranglar, ko'jani sifatini qaranglar. Ha, buningni faqat idishi italyanskiy ekan-da, uni ittalaganmi nima bu? Nima kulyapsanlar, ha? Nima kulyapsanlar? O'zlaring qayerdan kiyingansanlar? Mana shu ustimdagi finkan ko'ryapsanmi sifatini? 149 mingga en bozordan olganman. 149 mingmi shu? Mana men bozorda olganman. Shimchani qara. 144 ming. Mana qara, komplekt klassikini 300 ming so'mga oldim men bozordan. Muncha zo'rsanlarni kiyimlaring. Gapirma. To'xtang Bobur aka, kechiring. Almashtirib beraman. Gapirma jim. Sharmanda qilding jo'ralarning oldida. Bo'lib tovoqni qaytaraman, senga uylanmayman. Qanday ekan italyanskiy koshini kurtgan? İtalyanski? U italyanski emas, italaganski ekan.